Bugun bizda yana bitta raspakovka. Qamarboxdan. Kovkasini qaranglar, chiroyliligini. Qanaqa akkuratniy. Hop, birinchi shunisini o'qiymiz. Yopiq taqdimot uchun maxsus taklifnoma. Tasnim va Qamar birgalikda. Wow! Mana buni ko'rasizlarmi? Men buni multigini ko'rganman. Multigini o'zini ko'rmaganman. TikTokda chiqqan. Bizni 25-aprel kuni 16:00 da bo'lib o'tadigan bolakay Qo'rsichqon, tulki va tulpor kitobining taqdimoti va animatsion filmining yopiq premyerasiga taklif qilamiz. Eshityapsizlarmi? Yopiq premyerasiga meni taklif qilishyapti. Yerga yetganim. Bolakay, Qo'rsichqon, tulki va tulpor. Buni sizlar ko'rgansizlar. Hammanglar aynan TikTokda. Meni даже repostimda bor menimcha TikTokda. Tadam! Shunaqa kartochka. Va kitobni o'zini оформленияsi juda ham yoqdi menga. Qaranglar, juda ham chiroyli, akkuratniy. Buni bir kunda, bir kechada o'qib tugatsa bo'ladi-da. Wow, ichini qaranglar. Bu oddiy shriftda emas. Menimcha 1 soatda o'qisa ham bo'lsa kerak, chunki shrifti ham unchalik kichkina emas. Wow! Rahmat aytaman sizlarga Qamarbox. Va meni premyerada va aynan premyeradan istoriyalar va videolar kutib qolinglar.